Hurmatli va hurmatsiz erkak va ayol vaynerjonlar, eshiting, ikki og'iz gapim bor sizga. Shu paytgacha insonning axlati chiqadigan ko'tingizni reklama qilib, ayol sifatida bekitishingiz kerak bo'lgan ko'kragingizni reklama qilib, tanangizni, butun vujudingizni ko'z-ko'z qilib, erkak bo'la turib ayol kiyimini kiyib, likkillab, piqqillab, masxarabozlik qilib obunachi yig'dingiz. Tirikchilik qilyapsiz. Endi to'xtang. O'zingiz ham sezayotgan bo'lsangiz kerak. Xalqqa yoqmayapsiz shu kecha kunduzda. Bu harakatlaringizdan to'ydi xalq. Hiqqildog'iga keldingiz. Salbiy fikrlar ko'payib ketgan. Bundan xulosa qilmasangiz ertaga och qolasiz. Chunki ana bu gavdangizni ustidagi xumkallada hech narsa yo'qligini biz juda yaxshi bilamiz. Bu xalqni qadriyati bilan, bu xalqni o'zligi bilan, urf-odatlari bilan o'ynashmang. O'ynashmang. O'zingizni yig'ishtirib, yo'nalishingizni o'zgartiring.